ko'plab videolar chiqqanda, shu postlarda, ya'ni kommentariyalarda chiqqanda, o'shanga siz qaysi dinga e'tiqod qilasiz? Ko'plab ruslarga e'tiqod qiladi, bizlarni yaxshi ko'radi, bizni ruslarga nima qilmoqchi, targ'ib qilmoqchi deb esa sizni orqangizdan gapirgan. O'shanga ozgina yoritib bersangiz, qaysi dinga e'tiqod qilasiz? Mana shu insonlar kitoblarda hamma narsa yozilgan. Kitob kerak bo'ladi. Bu meni ustozim bo'ladi. İnson ko'p javobligiga. Hop, siz yoshligingizdan qaysi dinga e'tiqod kelgansiz? Mana o'qing. O'qing. Ha, dunyoda hech qachon bir xil tan otgan emas. Emas, oson bu maydon ichra turmoq. 3-chi Renessans poydevorini yaratish g'oyasi qanday maqsad qo'llaydi? Nima o'qiyapsiz? O'zlar rasmga olaqani? Rasmga oling. Yo'q, просто Mana chiqaradi. Chaqiryapti yo'q bu. Rasmga oling. nimasini rasmga olaman? Ha, oling, bo'ldi. Qayerga chaqirdi? Hozir bitta chaqirib qoldik, ketadi hozir. Banka.